Salom do'stlar, bugun sizlarga ajoyib va qiziqarli bo'lgan One Punch Man anime qahramoni hisoblangan Saitamaning qanchalik kuchli ekanligi, uning kelib chiqishi, barcha siz bilgan va bilmagan qobiliyatlari haqida to'liq hikoya qilingan ajoyib videoni taqdim etamiz. Saitama kim va qanday qilib bunday ulkan kuchga ega bo'ldi? Keling, uning hayoti va qobiliyatlariga birgalikda nazar solamiz va oxirida Saitamani kimlar yenga olishini ham aytib o'tamiz. Shunday ekan, bugungi video sizlarga albatta yoqadi degan umiddamiz. Qani unda videoga bitta like bosib qo'ying, biz esa boshladik. Saitama Yuseki Morata tomonidan yaratilgan Yapon manga va anime seriyasining bir zarbali odam bosh qahramoni bo'lgan hayoliy qahramon hisoblanadi. Saitama Zero City shahridan bo'lib, sevimli mashg'ulot sifatida qahramonlik qiladi. Saitama oldin hech qanday qobiliyatga egalik qilmagan va hozirgidek katta kuchga ega bo'lmagan. Saitama to'g'ridan-to'g'ri 3 yil davomida eng kuchli mavjudot bo'lish uchun yetarlicha mashq qildi va har qanday dushmanni bir zarba bilan mag'lub eta oladigan kuchli qahramonga aylandi. Undan bunday natijaga qanday erishganini so'rashganda, shunchaki u har kuni 100 tadan anjimaniya, turnik va buruz qilganini aytadi. Shu joyda sizlarga bir sirni ochib ketsam, aslida Saitamaning yozuvchisi ushbu sifatlarni bekorga Saitamaga qo'shmaydi. Ya'ni bundan maqsad ushbu Saitamaning komiksini o'qigan bolalar ushbu oddiy mashqlar orqali qanchalik kuchli bo'lish mumkin ekanligini va barchaga ushbu mashqlarni qilib kuchli baquvvat bo'lish mumkin ekanligini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Va Yapon statistikalariga ko'ra, ushbu animeni o'qigan va ko'rgan bolalarda sport bilan shug'ullanish bir necha foizga ortgani ko'rsatilgan va Yapon madaniyatiga ushbu anime haqiqatdan ham har tomonlama ta'sir etgan. Mavzuga qaytsak, Saitamaning tengsiz kuchi tufayli u o'zining yovuz yoki jinoyatchi dushmanlari tomonidan hech qanday qiyinchilikka duch kelmagan va teng raqib chiqmagani sababli har doim zerikib yurgan. Shaharda juda kuchli hisoblangan Genesni mag'lub etgan yirtqich hayvonni mag'lub etgandan so'ng Saitama o'z oilasini o'ldirgan va tug'ilgan shahrini vayron qilgan. Boshqa kiborgdan qasos olmoqchi bo'lgan kiborg Genesning istamay ustoziga aylanadi. Genes bilan Saitama yirtqich hayvonlarga qarshi kurashuvchi va yerni himoya qiluvchi professional tashkilot qahramonlar uyushmasi haqida xabar topishadi va Saitama ushbu uyushmaning barcha klasslaridagi eng kuchli qahramonlarni ham mag'lub etadi. Mana uning tarixi haqida qisqacha bo'lsa ham bilib oldik. Keling, uni endi kuch va qobiliyatlar haqida bilib olamiz. Saitamada super aql, cheksiz jismoniy kuch, super chidamlilik, super tezlik, super refleks, super darajada sezgirlik, super ko'rish va eshitish, super tezlikda fikrlash, super immunitet, olov, muz, radiatsiyaga daxlsizlik, super zarba berish va o'zidan nusxalar yarata olish kabi qobiliyatlar mavjud. Albatta, Saitamaning eng muhim qobiliyati bu bir zarbada raqibni yo'q qilish hisoblanadi. Saitamaning jismoniy kuchi uning asosiy fishkalaridan biri bo'lib, o'z hikoyasida ulkan million tonnalik asteroidni ham parchalab tashlaydi va One Punch Man serialining birinchi fasli oxirgi qismida Boros bilan jang qiladi va Boros bir zarba bilan Saitamani oyga uchirib yuboradi. Saitama u yerda havosiz ham bemalol harakat qilib, yana bitta sakrashda yerga yetib keladi va orqasidan bitta shaharni yo'q qiladigan darajada quvvat qoldirib, oyda katta krater hosil qiladi. Saitama o'zidan bir necha barobar katta, kuchli maxluqlarni ham juda osonlik bilan yengadi. Masalan, Saitama birinchi faslda ulkan Godzilladan yuzlab marta og'ir bo'lgan 400 metrlik Titanni bir zarbada yerga qulatadi. Bundan ko'rinib turibdiki, Saitama Godzilla, King Kong va ulkan muz maxluqini ham bir zarbada yerga qulata olishi mumkin. Saitama ucha olmasa ham jismoniy kuch orqali juda uzoqqa sakray oladi va bu unga katta masofalarni bir necha soniyalarda bosib o'tishga yordam beradi. Uning sezgirligi va tezligi ham juda zo'r bo'lib, unga hattoki maxsus uyushmaning C klassidagi Flash va Soniclar ham zarba bera olishmagan va tezlikda ancha qolib ketishgan. Saitama katta tezligi sabab bir joyda juda tez harakat qila oladi va bu orqali o'zidan juda ko'plab nusxalarni yaratishi mumkin. Uning chidamligiga kelsak, Saitama har qanday kuchli zarbalarga, lazerlarga, chaqmoqlar, olov yoki yadroviy bombalardan tortib, kuchli radiatsiyalarga ham dosh bera oladi. Bu degani Saitamani Thorning qudratli chaqmoqlari ham, Supermanning dahshatli zarbalari ham, Godzillaning terma yadroli nafasi ham o'ldira olmasligini anglatadi.
Biz Saytamaning haqiqiy kuchini Boris va Kosmik Goru bilan jangda ko'rishimiz mumkin. Chunki ular Saytamaga qarshi nisbatan yaxshiroq turib berishgan va uning bir zarbasiga mag'lub bo'lishmagan. Ammo eng yaxshi kurashgan raqib bu Kosmik Goru bo'lib, bu personaj ilohiy qudratga ega bo'lganda va Saytama Kosmik Goru bilan koinotda jang qiladi. Jang juda uzoq davom etadi va Saytama Genesni qasosini olish uchun o'zining bor qudratini Kosmik Goruga qarshi namoyon qiladi. Ularning jangi asosan Yupiter sayyorasi atrofida bo'lib o'tadi. Bu jang shubhasiz Saytamaning tarixidagi eng qiyin jang bo'ladi va Kosmik Goru qanchalik kuchli bo'lmasin, Saytamani yenga olmaydi. Goru qanchalar kuchli zarba berarkan, Saytamaning kuchi ham shunchalar oshib borardi. Va oxirida Saytama Goruni mag'lub etadi. Xulosa qiladigan bo'lsak, ko'rib turibmizki, Saytama cheksiz qudratga ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Ammo bu bilan Saytama anime manga olamidagi eng kuchli qahramon emas. Masalan, Sukuna, Gojo, Vegeta kabi Saytamani yenga oladigan personajlar bor va aniq Saytamani yenga oladigan anime manga olamidagi eng qudratli personaj bu Zeno hisoblanadi. Zeno vaqtni boshqaradi va multi olamlarni ham nazorat qiladi. Uning qudrati oldida afsuski Saytama ham hech narsa emas. Ammo Saytama bugungi bizning roligimizdagi eng kuchli qahramonlardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Mana sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'ying va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Nima deb o'ylaysiz? Agar Saytama qasoskorlar bilan jang qilganda jang natijasi qanday bo'lgan bo'lardi? Bu haqida ham o'z fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Bo'ldi, keyingi videolarda ko'rishguncha izlar.